Joning sog' bo'lsin. Bunaqangi tozasini hali ko'rmagansizlar aka-ukalar. Buni otasi привозной kelgan aka-ukalar. Vyetnamga ganoy mix qilib chiqarganmiz bu jo'jani. Xisruvordi. Toychoq. Вообще yomon. Oyoqlarni ham ko'rib tashlab beraman. Pechat turibdi jo'ja, pechat. Syomkasini qilib tashlab beraman bekorchi qilib. Turishini qaranglar buni. Ne muhit? Bratchamdagi. 7 kilogram salmoqda xo'roz. Ana tovuq 5 kilo 600. Ikkovida тяжеловес. Ikkovinin великан chiqaring deb ataq, великан. Aka xo'roz formasi. Haqiqiy yozgi topdi. Ottaqa chopadi. Nihoyatda toza chiqdi. Ganoyga kareys chiqqan aka, bu mix bo'lib chiqqan. Polvon 3 milliondan qo'ydi. Mana aka-ukalar. Joning sog' bo'lsin, mana holat. Hozir urushgan xo'rozchamiz mana. Pulga kelsak sotib yuborilaveradi. Mana shu oyoqchasi kichkinagina qadaqchasi bor. Ayibchasi shu, boshqa aybi yo'q. Yozda jo'jasi. Pulga kelsak sotilaveradi. Joning sog' bo'lsin, mana holat. Hozir urushgan jo'jachamiz mana. Hamma yo'g'i but-butu. Mana. Ajoyib-da mana oyoqlari. Pixlari mana nihoyatda pixcha narsa. Shu oyoqchalarda kichkina qadaqchasi bor. Unisini tuzatib berilaveradi akalar. Mana jo'jani holati. Joning sog' bo'lgan holati mana. Asal holatda. Assalomu alaykum aka-ukalar, yaxshimisizlar? Aka-ukalar mana xo'rozi zo'ra. Tarozi 4 kilo 700 aka-ukalar. Ishqibozlari aloqaga chiqarasizlar aka-ukalar mana pilotkalar aka-ukalar. Mana xo'rozimiz. Mana aka-ukalar. Yana bitta mashina bo'lganda Assalomu alaykum aka-ukalar, yaxshimisizlar, tuzimmisizlar? Aka-ukalar mana cho'jamiz aka-ukalar. Bitta ko'rasizlar aka-ukalar, baho berasizlar. Zo'r aka-ukalar. Zo'rini o'ynayman deganlar aka-ukalar. Ishqibozlar aloqaga chiqarasizlar.
Ana joning hisobiga. Turuvdi, qaranglar, turuvdi. Joning hisobiga. Qurib ketsin shu iPhone ham, qurib ketsin shu har kuni pizzaga chiqamiz ham, qurib ketsin shu BYD ham. Qachon olamiz, uni qilamiz. Oy, baraka topgur, shunaqa oilalar bor. Hashamat bor, baxt yo'q. Bir xil oilalar bor. Hashamat yo'qdir, fayz bor hovlisiga kirsangiz. Tushunaylikki, qachondir ko'zimiz to'yadi, bu ko'z tuproqqa ham to'yadi-da. Xotirjam yashashga hech narsa yetmaydi. Tashvish bilan, janjal bilan kitni qovurib yeng, xotirjam o'tgan